Xatın keragi yo'q ekanda. Çok gerek bana bundan keyin o'zi. Bundan keyin mi? Tomoq samoq qilib bergani kerak-da. Yo'q. Oş şahrına жаңылык Mix Shop Ming Turkun do'koni açıldı. İçinden neler var ekanini ko'ramiz. Bu magazinda trenajyorlarga oid har bir narsani topsa bo'ladi va undan tashqari mana bunday hozirda trenddagi gantellar yengil qilib bitta funksiya bilan boshqarsangiz bo'ladigan holatda. Mana ag'riga o'tdi. Do'stlar, bu yerda mana bu narsa shunaqangi e'tiborni tortdi. Hozirda dom rivojlangan mahalla. Shu domda parkovkasini o'zingiznikini zaynat qilib olish uchun pultda ko'tarib tushirib, zaynat qilib qo'ysangiz bo'ladi. Бұл жерде ортопедический корсеттер, бандаждар жана медициналық бұйымдарды арзан бағада тапсаңыздар болады. Оптум алып сатып иштейм дегендер үчүн оптум бағададағы беришет. Bolajonlarimiz uchun ham o'yinchoqlar bor. Trenddagi samolyotlar va drift qiladigan bu yerda BMW mashinalari bilan avtomatlar. Magazinlar bilan konkurensiya o'ynaydi, narxlari arzon. Shkaflarda arzon va komfortnilari 3700 so'm, bu tomoni ham bu tomoni ochiladi va obuv qo'yadigan shkaflarni qarang 2200 so'mdan. Жана бұл жерде бытовой техникалар, чайник десеңер, электрический печкалар, мясорубка, соковый жималка, пылесос бардығыны o'sha жерден тапсаңыздар болады. Mashinalar uchun parfumlar, sohotlar va bizning sohamizga oid blogerlar uchun mikrofon va smart tachkilar bilan aksessuar, zaryadniy устройство, iPhone'lar uchun chexollar hamma yo'q bu magazinda arzon bahoda. Дареген tushuntirib o'tsam, tuğanlarım, Amur Temur ko'chasi 5/1. Eski Kalelin ko'cha men kirpishning kesilishinde Mix Shop magazini sizlerden xizmatingizlarda.